Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, Rossiyada hujjatlar bilan muammoingiz bormi? Biz sizlarga quyidagi xizmatlarimizdan taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, deport va qora ro'yxatini tekshirish, mehnat shartnomasi, ININ va SNIS olish, pasport va haydovchilik guvohnomasini tarjima qilish, meditsina kitobcha, patent va yashil karta hujjatlari, shuningdek, registratsiya 1 oylik, 3 oylik hamda 6 oylik, bolalar uchun bog'cha va maktab hujjatlarida yordam xizmatlari tezda va ishonchli tayyorlab beriladi. Murojaat uchun quyidagi messenjerlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada qancha o'zbekistonlik patent bilan ishlayotganligi ochiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada 9 mingdan ortiq o'zbekistonlik patent bo'yicha ishlamoqda. Bu haqda O'zbekiston Migratsiya agentligi direktor o'rinbosari Elyor Toshtemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada 1.300.000 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularning 1 millionga yaqini patent bilan ishlamoqda. Tong saharda politsiya va FSB xodimlari Sankt-Peterburgdagi Shosse Revolyutsiya ko'chasidagi hostelda katta reyd o'tkazdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining shahar va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, u yerda yashagan 430 kishining aksariyati qo'shni davlatlardan kelgan, bunday tashriflarga ko'nikib qolgan chet elliklar edi. Biroq tekshiruvchilar Hind va Bangladeshlik muhojirlarga reyd tartibini ingliz tilida tushuntirishga majbur bo'ldi. Xavfsizlik xodimlari hujjatlarni tekshirayotganda politsiya iskoch etlari muhojirlarning yotoq joylarini aylanib chiqdi. Natijada 7 nafar chet ellik migratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Ularga chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish qoidalarini yoki Rossiya Federatsiyasida bo'lish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha ayblov qo'yildi. Bunday tekshiruvlar shahar va viloyatning turli tumanlarida muntazam ravishda o'tkaziladi va Rossiya Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan nazorat qilinadi, deb aniqlik kiritdi Ichki ishlar vazirligi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzolagan yangi qonun qabul qilindi. Hujjat Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilgan va jangovar operatsiyalarda ishtirok etgan chet elliklarga tegishli. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilayotgan va jangovar harakatlarda qatnashgan xorijiy fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun boshqa davlatlarga ekstraditsiya qilish mumkin emas. Boshqacha aytganda, agar bunday shaxs Rossiya hududida bo'lsa, hatto uning vatanida jinoiy ish ochilgan bo'lsa ham, Rossiya uni o'z mamlakatiga topshirmaydi. Qonunlar o'rtasida ziddiyat. Muammo shundaki, Markaziy Osiyoning ko'plab mamlakatlarida fuqarolarning chet eldagi qurolli mojarolarda ishtirok etishi og'ir jinoyat hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasida yollanma askarlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, boshqa davlat tomonidan qurolli mojaroda ishtirok etish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Bu kabi qonunlar Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham xuddi shunday ko'rinishda. Shu bois O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlar rasmiylari fuqarolarni muntazam ravishda ogohlantirmoqda. Chet eldagi harbiy operatsiyalarda ishtirok etish jiddiy huquqiy va hayotiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Krasnodarda huquqni muhofaza qilish organlari uyushtirgan reyd davomida noqonuniy migrantlar aniqlandi. 19 nafar O'zbekiston fuqarosi patentsiz yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlayotgani aniqlandi. Ularning barchasi politsiya bo'limiga olib ketildi. Migrantlarga nisbatan Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining tegishli qoidalari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Bunday qoidabuzarliklar odatda jarimaga va Rossiyadan выдворение qilinishiga ham olib kelishi mumkin. Hozirda ish beruvchi ham tergov qilmoqda. Agar noqonuniy ravishda chet ellik ishchilarni yollagani tasdiqlansa, ular ham javobgarlikka tortiladi. Rossiyaga RuID ilovasi orqali oldindan ariza berib 125 ming xorijlik kelgan. Ilovada ro'yxatdan o'tib, keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-iyundan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ishida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi 2026-yil 1-iyuldan boshlab aniq majburiy bo'lishi kutilmoqda.